Oldindan suvga to'lab qo'ysangiz ham qarzdorlik chiqaveradi, to'g'rimi? Chunki har oyning 20-sanasigacha hisoblagichda raqamlarini tizimga kiritish kerak. Bo'lmasa qarzdorlik chiqadi, nazoratchi keladi, rasmga tushirib bering, vaqt, asab. Hozir video qo'yaman, shu videoda shuni yechimi bor. Shuni ko'rib o'rganib oling. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Onlayn pokazaniya kiritishda sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Buning uchun brauzer yoki Yandex yoki Google Chrome farqi yo'q. O'zlaringizga istagan internet saytiga kiruvchi dastur tanlaysiz. Mana kabinet.usu.uz deb yozsanglar shu sayt orqali va avtomatik o'zi kelib chiqadi. Mana shuni bossangiz, mana shu shaxsiy kabinetga kirish oynasi ochiladi. Bu yerda men o'zimni hisob raqamimni terib ko'rsataman sizlarga va SMS kod boradi. Shaxsiy hisob raqamini kiritganlaringizdan so'ng SMS kod 6100 qisqa raqamli SMS boradi. Xolos, SMS kodni kiritasiz. SMS keldi 06220065. SMS kiritib tasdiqlagandan so'ng mana shu oyna ochiladi. Shaxsiy kabinetda parolni o'zgartirish bor. Parolni o'zgartirsangiz bo'ladi va ruscha va o'zbekchaga o'zingizga udobniy bo'lgan tilni tanlaysiz. Hozir bu yerda fuqaro ma'lumotlari, bu yerda to'lov tarixi va eng oxiriga o'tsak, soatcha ko'rinishda belgiga o'tsak, eng oxirida uchotchigingiz rasmi chiqadi. Hozir men sizlarga uchotchikda pokazani ko'rsatish uchun, ya'ni o'ngdan chap tomonga qarab yozamiz. 478, ya'ni bir kubga o'zgartirdim. Har oyning 20-sanasida siz uchotchingiz necha ko'rsatsa, shu pokazaniyani kiritasiz. Men prosta hozir sizlarga bir kubni bir marta yuborib ko'rsatib berdim. Hozir mana bu 478 ga, ya'ni bir kubga o'zgardi. Va mana bu yerda oldindan to'lovga 19,000 so'm chiqdi. Chunki men oldindan to'lov qilganman va ana shu yerdan переплата bo'ladi. Yana hozir men oldindan to'lov qilganim uchun va bu yerda avtomatik o'zi pulimni chiqaradi. Agar sizning qarzingiz bo'lsa, mana yashil yozuv qizil rangga aylanib, qarz qilib o'sha summani chiqaradi. Va siz hisob raqamingiz orqali, mana hisob raqamni kopiya qilish orqali nusxa olib o'zingizga masalan klikdan ko'rsataman. Klikka kirib to'lovlar bo'limiga kommunal to'lovlar va undan ichimlik suvini tanlab hisob raqamni kiritib, o'sha qizil rangda ko'rsatilgan summani kiritib, to'lov qilib, qarzdor shu summani to'lov qilsa bo'ladi. Va shu bilan to'lov yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.